Kafe restoranlarda tayyorlanadigan ovqatlarni uyda tayyorlashni o'rganib olganimdan beri uydagilarni kafe restoranlarga borgiligisi ham kelmay qolgan. Bu safar shunaqa beyti kabobni uyda tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Birinchi bo'lib xamir tayyorlab tindirishga olib qo'ydim. Bu orada qozon sovchularim hidlanib qolgan ekan, ularni hammasini olib bitta tog'orachaga qaynoq suv va bavidan solib, ularni ivitib 10 daqiqaga qolmasdan, soatlab kir sovunda ishqalamasdan top-toza qilib oldim. Sizda qanaqa natijalar ko'rsatgan bavi? Endi beyti kabobimizga qaytsak, nachinkasini tayyorlab olamiz. Qiyma, piyoz, pomidor, kashniy, tomat pastasi, olivka yog'i va ziravorlardan solib yaxshilab aralashtirib 4 ta qismga bo'lib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib listga yoyib olamiz va duxovkaga 190 gradusga 30 daqiqaga yuboramiz. Ular pishib chiqqandan keyin 4 ta zuvalaga bo'lib olgan xamirimizni har birini dumaloq qilib yoyib, sir va qiymasidan qo'yib, rulet shaklida o'rab olamiz va ustidan tuxumlarni surtib, sedanalardan sepib, qizarib chiqquncha duxovkaga yuboramiz. Mana bir pasda sochnagina juda ham mazali taomimiz ham tayyor bo'ldi. Bu videoni restoranlarda shunaqa turetskiy ovqatlarni yaxshi ko'rib yeydigan tanishingizga jo'natib qo'ying.